Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, qadrdonlar. Bugungi mehmonimiz qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vaziri Hidoyatov Sherzod Saidjonov bo'ladilar. Dunyoda hech qaysi davlat inson omilsiz tender qilmagan hali. Bu balki tadbirkorlar ko'p o'zlarining muammolarini ochiq aytmasdan turib hal qilishga urinishlari tufayli emasmikin? Yo'q, narx ko'tarilishiga eskirtish tizimi uni qattiq ta'sir qilmaydi. Narx ko'tarilishiga yer oshish kelishi mumkin. Bozor munosabatli keladi. Sal tushunarli bo'lishi uchun o'zi ikkita so'z bilan aytganda eskrov tizimi nima o'zi? Agar quruvchi oxirigacha qilmadimi, bank oldi, o'zi xohlasa qurib bitiradi, xohlasa boshqasiga berib qurdiradi. Shu shartnomaga qo'l qo'yayotgan paytingizgacha bo'lgan barcha reklama kompaniyalari aktual emas deb yozib qo'ygan bo'ladi. Masalan, katta kompaniyalar juda ham kuchli yuristlarni tayinlayapti. Shunday bizga shartnoma tuzib berginki, xaridorda 1 gramm ham huquq bo'lmasin, hamma huquq bizda bo'lsin deyapti. Ko'pchilik aytadi, qurilishda korrupsiya deydi. To'g'ri, korrupsiya bo'lgan. Hozir korrupsiya, men o'ylayman, 90% ga qisqargan. O'sha 4 qavatlini 16 qavatli qilishida unga aniq kimdir mayli qilaver degan-ku, to'g'rimi? Qayerdadir qaysidir kabinetlarda. Yana aytib ketay. Bu o'zi tayankiga berilgan bo'lgan, dom qurishga ham emas. Nima uchun biz deyarli ko'rmaymiz katta ko'chalarda, joylarda parkovkalar qurilayotganini. Lekin Toshkentga kerak-ku bu. Toshkent shahar tepaga qarab o'sishi kerak-da. Biz ishlashgan sari biza yoyilamiz. O'zbekiston faqat Toshkent shahridan iborat emas. Toshkent anomal hudud. O'zbekistonda keyin hududlar bor, tumanlar bor. Nimaga sizlar ko'pincha adashtirasizlar developer quruvchi bilan? Nimaga degan savol berasiz? Nimaga?